Yuzga husnbuzar chiqishi bu fasl tanlamaydi. Ko'pchilik shu savol bilan murojaat qilishadi. Men sizda davolanib ketsam, yuzimga ugri toshmaydimi? Butunlay yo'q bo'lib ketadimi deyshadi. Bu bir marta muolaja oldim degani bu butunlay ugridan qutuldim degani emas. Lecheniyadan keyin yuz ideal holatga ham kelsa, bu qachondir yillar o'tgandan keyin, 1 yildan keyinmi, 5 yilmi, 6 yilmi qachondir yana qo'zg'ashi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Nimaga chiqadi deb o'ylaysiz yana qayta? Chunki nasliy moyillik, gormonal disbalans, har xil mana shu kosmetik vositalardan noto'g'ri foydalanish, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri yashash tarzi, bular hammasi bir-biriga bog'liq bo'ladi. Bo'lmasam nimaga unda davolanishim kerak? Nima shartmi deyshadi. Baribir chiqarkan deydi. Lekin qiz bola ham, o'g'il bola ham yuzida menimcha husnbuzari bilan yurolmasa kerak, chunki o'zini samotsenkasini tushishiga ham olib keladi bu. Menga juda ham ko'p podrostklar kelishadi. Nima deydi, o'ksinib qolgan deydimi? Shunaqa holatda kelishadi. Oynaga qaragisi kelmaydi, uyidan, xonasidan chiqisi kelmaydi. Maktabga bormaydiganlari bor. Ota-onasi o'sha maktabini gaplashib kelgan, bolasi уже maktabga borgisi kelmaydi yuzidan uyalgandan. Shunchalik darajada kelishadi. Lekin vaqtida uni davolatmasangiz, keyin ugridan keyin har xil chandiqlar, har xil giperpigmentatsiyalar qolish ehtimoli juda ham yuqori. Vaqtida davolatasiz, lekin yana terida qanaqadir o'zgarish bo'lyaptimi, yana bir ikkita toshma ko'rdingizmi, sразу vrachga murojaat qilish kerak.